Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzor yaponskiy original Casio Edify soatlari bo'ladi. Bu soatli kvartsoviy mexanizmda ishlaydi. Yaponskiy batareyka, xronograf funksiyasi bor. Bundan tashqari kun bilan tunni ajratib beradigan faza va kalendar. Bu soatli 100% original. Misol tariqasida, mana masalan, original soatda o'zini birkasi bo'ladi. Modulli, to есть mexanizmni kodi. Xuddi shu kod korobkasida mana yozilgan bo'ladi. Biz original soatni original deb sotamiz. Bularni o'zi kopiyasi yo'q, даже практически hech qayerda yo'q. Chunki o'zi masalan 1.690.000 so'm turadi bu soatlar. Juda ham chiroyli modelli. Xronograf funksiyasini ishlatmasanglar 4 yilgacha yetadi batareykasi. Katta batareykada ishlaydi. Biza 2 yil kafolat beramiz. Qora rangi bor, bunaqa temный yashil yangi chiqqan ranglardan. Bunaqa такой брутальный дерзкий soatlardan. Puliga arziydigan 100 metr suvga chidamli korpus zanglamasi po'latdan. Bularning narxi hammasini 1.690.000 so'm. Bitta rasmlarini ham qo'yib chiqamiz. 2 yil kafolat. O'rtancha diametri 42 mm dan 45 mm gacha. Qo'lda taqsiylar ham massivniy turadi. Fosforli indikatorlari bor. Do'konimiz Rakat mahallida joylashgan. Orientir Moskovskaya pitsa, kivoroslar yoki dostavka xizmatimiz ham bor.